Bugun sizlar bilan Weber gidroizolyatsiyasi sifatini bilish uchun kichkina eksperiment o'tkazamiz. Bo'lmasa qani boshladik. Shu yerda ham aziyasi ish bitmaydi. Ha, okey. Shu yerda ham reklamani tiqib ketdingiz-a. Shuncha pul olgandan keyin sana reklama qilasan-da. Qilinadigan ish hammasini qilib bo'ldik. Gidroizolyatsiyamiz endi ma'lum vaqt qochishi kerak. Surilgan gidroizolyatsiyamiz 24 soat ichida tayyor bo'ldi. Sizlarga suv sovib, itni ko'rsatib beramiz. Mahsulot tayyor bo'ldi, ko'ryapsizlar. Kelib bitta ko'rsating, operator. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosasizlar. Agar sizlarga shunaqa gidroizolyatsiya mahsuloti kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqib, xarid qilishingiz mumkin.